Minho TV taqdim etadi. Rollarda Chon Il-u, Han Je-hyun, Park So-dam, Lee Chon-shin, Chhwe-min, hamda Son Na-in. Zolушка va to'rt ritsar. O'sha ko'l shunchalik muhim narsami? Onangni oldida shunday deyishga qanday hadding sig'di? O'zi birovning bolasini boqib olib xato qilibman. Sen ketsang hammaga yaxshi bo'ladi. Demak, men sizning qizingiz emas ekanman-da. Qizimdek ko'rishga harakat qildim, lekin onang seni boshqa erkakdan orttirgan. Yaxshi. Hozir raisning maxsus e'lonini yetkazaman. Bugundan boshlab Yun xonim sizlar bilan Hanul uyida yashaydi. Nima? U shu yerda yashaydimi? Nima, rostdanmi, nega endi? Aql bovar qilmaydi. Hozirgina sizlar dedingiz. Bunga Kang Ji-won ham kiradimi? Ahmoqlik-ku. Bu yerda yashashni istamagan odamni nega qaytarib olib keldingiz? Nima uchun qiz bazm o'yinchini va uning qalig'ini bir uyda yashashga majburlash? Yo, xudo yana boshlandi. Qabul qilishingiz kerak, bu raisning qarori. Bu juda kulgili. Axir qiz bola bilan qanday yashaymiz, bu juda noqulay. Bobom nimalarni o'ylayapti o'zi? Aminmanki, uning o'z rejasi bor. Balki yo'qdir. Yo'q. Eslab qolinglar, Hanul uyida bitta qoida bor. Hanul uyida ishqiy munosabat taqiqlanadi. Bu bilan nima demoqchisiz? U Hyun Minni qallig'i emasmi? Yana ishqiy munosabatlar. Unda faqatgina bitta qiz emas-ku. Ha, bu yangilik emas. Aslida Hyun Min va Yun xonim Yuson! Shoshmay turing. Men bilan yuring, qani? Nima qilyapsiz o'zi? hammaga rostini aytish kerak. Yo'q, shoshmang, Yuson. Ishqiy munosabatga o'rin yo'q dedingiz, to'g'rimi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Uni meni qallig'im deb o'ylashlariga qo'yib bering. Bir daqiqa qarang ularga. Yubka kiygan har qanday narsaga aqldan ozishadi. Sen emasmiding? Bilmaysizda, shunday qilsak, xavfsiz bo'ladi. Ularga haqiqatni aytamiz. Qo'ysangizchi, Yuson. Shunchaki rol o'ynab turing. Shunda ularni qoida buzishiga yo'l qo'ymayman. Agar shunda ham biror narsa sodir bo'lsa, barcha kredit kartalarimni beraman. Kelishdikmi? Va'dangda tursang bo'lgani. Albatta, va'damda turaman, qani? Ketdik. Ji-won qani? U ketdi. Qanaqa ekanligini bilasiz-ku. Nima bo'lganda ham, modomiki Yun xonim shu yerda ekan, Hanul uyida ishqiy munosabatlar qat'iyan bekor. Shunda sizni ham orangiz uziladimi? Bu gap menga tegishli emas. Aslida sen hammadan xavflisan. Ayniqsa, sen ehtiyot bo'l. Eshiting-a, men istisno holatdaman. Xuddi shunday. Xavfli emasman.
Oyi. Birozga shu yerda turing. Kechiring. Xavotir olmang. Dadam jahlidan tushgancha shu yerda bo'lib turaman. Sen endi Kang Ji-won bo'lib yashashni tanlading. Bu tanlov emasdi. Bu majburlov edi. Men bu yerga faqat bir narsani bilish uchun keldim. Nega Han Ji-wonni yo'q qilishga bunchalik urinyapsiz? Dadam qanday odam ediki, meni va oyimni tashlab ketdi. Va nega men Kang Ji-won bo'lib yashashga majburman? Bularning hammasini bilishim kerak. Mayli. O'zing bilib olishga harakat qil. Biroq modomiki shu yerda ekansan, raisga qarshi chiqishga urinma. Uch kishi yashaydigan uyga bunchalik katta stol nega kerak? Sen kimsan? Qornim ochgan edi. Agar yangi bo'lsang, avval kelib salomlashish kerak-da. Nega daydi mushukdek oshxonada pisib yuribsan? Boshqaruvchi ketgandan beri bu yerda hamma narsa chalkash. Kechirasiz. Isming nima? Necha yoshsan? Ismim Yonxavon. Yoshim 20 da. Unda meni Balkiyolik xola deb chaqirgin. Chunki men janubdagi Balkiyodanman. Qayerligini bilasanmi? Ha, Molyuskalari bilan mashhur. ha. Xullas, bolalar seni bu yerda ko'rishsa, qiynalib qolasan, qizim. Qani ortimdan yur. Nega buncha sekin yurasan? Oyog'ingga xino qo'yganmisan? Tezroq yur. Qayerga ketyapmiz? Jim bo'l, agar tutib olishsa baloga qolamiz. Yaxshi. Bu yog'iga shu yerda qolishing mumkin. Jimgina shu yerda o'tir. To'g'risi, bu joy menga ko'proq yoqdi. Albatta-da. Senga yoqishini bilgandim. Yun xonim, bu yerda nima qilyapsiz? Janob, O, tanishmisizlar? Bu qizaloq endi biz bilan ishlaydigan bo'ldi. U bu yerga ishlagani kelmadi. Nima? Nima deganing bu? U raisning maxsus mehmoni. Muomalangizga e'tiborli bo'ling. Nima, raisning mehmoni? Voy, ming bor uzr. yo'q, hammasi joyida. Men shunchaki yarim stavkachi sifatida kelganman. Men maxsus mehmon emasman. Xudoyim, men juda qo'pol xatoga yo'l qo'ygan ko'rinaman. Iltimos, meni kechirgin. Oldinroq aytsang bo'lardi-ku. Qani yuring, ketdik. Xolajon, hammasi joyida. Umuman xavotir olmang, xo'pmi? Maylimi? Xayr. Mayli, uzr. Bu nimasi-ya? Ozgina qattiqo'lik qilmadingizmi? U mendan ham sizdan ham ancha katta.
Iltimos, muomalangizga e'tiborli bo'ling. Bu unchalik ham yaxshi gap emas. Bu yerdagi barcha xodimlar sizga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari kerak. Men ham shunchaki xodimman. Shuning uchun maxsus muomalaga muhtoj emasman. Bu raisning buyrug'i. Lekin baribir u mendan ancha katta-ku. Bu raisning buyrug'i. Shunday bo'lsa ham bu odobsizlik. Bu raisning buyrug'i. Hali ovqatlanmadingizmi? Ovqat uchun rahmat. Siz ham yeysizmi? Nima bo'ldi? Hoy, biz hali ham unashtirilganmiz, bildingmi? Safsatani bas qil. Ha, juda jasursan, lekin bu uy yigitga to'la. Shuning uchun meni qallig'im bo'lishing xavfsiz bo'ladi. O'zingni dara olsang-chi. Pul uchun qallig'im bo'lganingni hamma bilishini istaysanmi? Buni ahamiyati yo'q. Nima bo'lganda ham o'shani majbur edim. Shuningdek, janobli boya nima deganini eshitdingmi? Uchrashish taqiqlanadi. Men sendan uchrashishni so'ramayapman. Shunchaki o'zingni qallig'imdek tutsang, bas. Nega aynan bunday qilishim kerak? Hali pulingni bermaganim uchun shunday qilyapsanmi? Ko'proq kerakmi? Puling kerak emas dedim. Unda buni tekin qilmoqchimisan, a? Nima, meni sevib qoldingmi deyman-a? Qani? Qo'lingni ko'tarchi. Ha, mayli. Balandroq. Tepaga. Men seni himoya qilaman dedim. Men esa safsatani bas qil dedim. Salom, dugonajon. Ko'rishguncha. Bu safar qancha pul olding? Bu safar qancha pul olding? Qanjivon. Qanchalar rahmat. Kang Sok hozircha odamni xotirjam qiladi. Lekin Kang Hyunmin esa suyuq ekan. Shu paytdan boshlab Hanul uyida uchrashish taqiqlanadi. Shuni yodda tutingki, uy ichidagi ishqiy munosabatlar sizni haydalishingizga sabab bo'ladi. Men aqlda o'zganim yo'q. Nega ulardan birortasini tanlashim kerak?
Kel alohida yashashda davom etamiz va bir-birimizni bezovta qilmaymiz. Nima qilyapsan? Hech qachon qaytmayman deganding menimcha. Kel bir-birimizni iloji boricha kamroq ko'rishga harakat qilamiz. Men ham shuni xohlayman. To'g'risi meni shunchaki e'tiborsiz qoldi. Jiddiy aytganda, nega qaytding o'zi? O'zingni ishingni qilsang yaxshi bo'lardi. 더 다가오지 마 꿈꾸게 하지 마 멀리 달아나 늘 슬픈 꿈을 꾸지 붉어진 Umuman o'zgarmabdi. 너를 닮았지 얼어붙은 내 심장에 거센 바람처럼 불어 숨을 쉬는 순간조차 아파 멈출 수가 없는 내 사랑 Jiddiy aytganda, nega qaytib kelding o'zi? Va nega men Kang Jivun bo'lib yashashga majburman? Bularning hammasini bilishim kerak. 내 품에 너를 안을 수 있겠니 Ushbu dorammi Telegramdagi Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Oy. Voy, boshim. Ay. Og'riyapti. Ha, to'g'ri. Kecha shu yerda uxlab qolibman. Xayrli tong, omadli qiz. Kecha biror gap bo'ldimi deyman. Xanel uyga ko'chib o'tdim. Hammasini keyin aytib beraman. Nima? Aql bovar qilmas holat-ku. Qani rasm tashlachi? Rasm. 1 2 3 Bu nimasi? Ular xonamni ko'ra olishar-ku. Bu nimasi? Bunisi-chi? Voy xudoyim. Bu nima? Bu kim? Tavba. Dugonajon, hozir kiyimim unchalik joyida emas. Meni ko'rgani kelganingni tushunaman. Nima? Lekin keyinroq ko'risha olamizmi? Demak, bu uni xonasimi? Xonam. Nima juda yaqin ekan. U to'g'ri xonamni ko'ra oladi. Unda nima kimni xonasi? Kim u? Nega birovni xonasiga qarayapsan? Men atay qilmadim. Unday bo'lsa yo'qol.
Bu meni xonam. Bu Kang-Hyuminni xonasi. Bu tomon Kang-Jivunni xonasi. Nima? Har tomonlama qurshuvdaman. Sabzavot va boshqa narsalarni tepaga qo'yasiz. Dengiz mahsulotlari shu yerga. Voy, bu aqldan ozishku. Nima uchun yemayapsiz? Boshqalardan oldin yeyishga xijolat bo'lyapman. Xavotir olmay yeyavering. Ularning hech biri kelmaydi. Nega kelishmaydi? Chunki uchalasi biror marta ham birga ovqatlanishmagan. Biror marta hamma. Unda bularni hammasini nima qilasiz? Buni hal qilishning o'z yo'li bor. Qanday isrofgarchilik. Shunday ekan xohlaganingizcha yeng. Bu rais. Allo, qalaysan? Salom janob. Xo'sh. Hanul uyidagi birinchi tun qanday o'tdi? Hali yaxshi bilmayman. Tushunarli. Yaxshi unda ular bilan birga ovqatlanib ko'r. Nima? Ular bilan ovqatlanish? Bu seni eng birinchi missiyang. Yaxshi, aloqada bo'laman. Xayr. Bular nima? Bu rais tayyorlagan shartnoma. Shartnoma? Ha, sizga qisqacha tushuntirib beraman. Raisning missiyasini har safar muvaffaqiyatli bajarganingizda sizga bonus beriladi. Bonus? Ha, mukofot missiyaning qiyinligiga qarab belgilanadi. Nima? Ammo agar missiyani bajara olmasangiz, Hanul uyini tark etishingiz kerak bo'ladi. Va kecha aytganimdek, uchrashish qat'iyan man etiladi. Hech kim bilan uchrashmasangiz bo'lgani. Tushunarli. Ana bu qiz haqida. Nima? Havon haqida aytyapman. Ishonchim komil, u bir haftaga ham chidolmay qaytadi. Shunda uni kiritishni xayolingga keltirma. Albatta kiritmayman. Lekin azizim, o'lgan xotiningiz rostdan ham sizga xiyonat qilganmi? Boshqa uni eslama. Buni o'zingga olma. Xo'p, mayli. Yuna, dadang ketyapti, qizim. Hech qisi yo'q, uxlayversin, uyg'otma. Bu safar men qurilishda ishlayman, shuning uchun vaqt olishi mumkin. Qo'ng'iroq qilaman, mayli. Yaxshi, ehtiyot bo'ling, mayli. Eshitaman. E'lonni ko'rib, keyin qo'ng'iroq qilyapsizmi? 10 yil avval Yonguk tumanida yashaganmisiz? 308-xonada yashagan janob Kangni taniysizmi, ha? Xo'sh, shunday. U taekvondo ustasi edi. Xo'sh, uni taniysizmi? Ha, albatta. Hozir qayerdasiz? Hanyul Group? Hanyul Group? Nima bo'lyapti? Kim bu? Yun xonimning buyumlarini olsam bo'ladimi? Choy ichasizmi? Yo'q, rahmat. Mayli. Lekin Havon Hanyul uyiga qanday qilib ko'chib o'tdi? U rais Kangdan taklifnoma olgan. Raisni o'zi taklif qildimi? Qanaqasiga? Havon niya?
Batafsil ma'lumotni keyinroq beraman. Men endi ketishim kerak. Shoshmang, darrov ketasizmi? To'xtang. Yuna. Janob bilan xayrlash. U Kanyon Group bosh kotibi ekan. Yaxshi yetib oling, janob. Ha, aytgancha, uning otasi biror joyga ketdimi? Hozir judayam muhim ish qilyapman. Ishni boshlasak bo'ladimi? Ularni birga ovqatlanishini nimasi qiyin? Bo'pti. Shunday katta uyda birorta ham o'ylaverasizmi yo'qmi? Hoy, buni mehmonxonadan topib oldim. Rostdanmi? Buni hamma joydan qidirgandim. Lekin kecha oqshom biror narsa bo'ldimi? Nimaga? Ha, xuddiki yig'laganga o'xshading. Yig'laganim yo'q. Shunchaki yomg'ir yog'ayotganda. Ha, tushunarli. Oila a'zolaring bilan biror narsa bo'ldimikin deb o'ylabman. Nega bunday deb o'yladingiz? Nima? Ha, yo'q. O'zim shunchaki. Shunchaki. Voy. Xabarlarni bexosdan o'chirib yubormadingiz-a? Yo'q, albatta bexosdan bo'ldi bu. Xabarlar shunchalik yomonmidi, to'g'rimi? Ha, shunday. Diling og'rib qolmasin deb ularni o'chirib yubordim. Aytmoqchimanki, o'sha Yunami kim edi? Rostdan oila a'zoyingmi? Senga shunaqa ham muomala qiladimi? Jirkanch. Lekin sizlarnikiga qaraganda unchalik ham yomon emas. Nimalar deyapsan? Eshitishimcha biror marta ham birga ovqatlamagan ekansiz. Qanday o'ylab bu o'zi? Noqulay bo'lsa ham men oilam bilan birga ovqatlanardim. Ha, senga qoyilman. Aytgancha, hammamiz birga ovqatlansak-chi. Nimaga qarayapsan? Ana, ko'rdingmi? U hech qachon birga ovqatlanmaydi. Bu nima? Men Yunsongman. Ha, tushunarli. Boshqalarni hududiga bostirib kirish odatingmi? Nega meni atrofimda o'ralashyapsan? Sen bu yerda bo'lmasliging kerak. Bu yerni nimasi o'zgacha? Aqldan ozganmisan? Nima? Bu yerda yashashni oson deyapsanmi? Meni o'z sabablarim bor. Bu sen o'ylaganchalik oddiy emas. Buni bilaman. Yo'q, bilmaysan. Men bu yerga o'zim uchun muhim bo'lgan narsani deb keldim. Sen uchun muhim narsa pul Aytdim-ku unday emas deb. yoki meni yo'ldan urmoqchisan. Rostdan ham aqldan ozibsan.
Nomim balo qilyapsan. Menga boshqa tegma dedim-ku. Voy, yo'q. Endi nima qilaman? Voy, o'lay. Mening hayotim haqiqati shu. Bu yerda nima qilyapti? Omadli qiz, u yerda nima qilyapsan? Nima jinnimisan? Sovuq suvda cho'milish senga yoqadimi? Bu axlat nimasi? Bular axlat emas. Bu meni narsalarim. Shularmi? Voy, shamollab qolasan-ku, shunchaki tashlasang bo'lmaydimi? Nega tashlab yuborishim kerak? Ichkariga kiraveringlar. Juda g'alati. Hozir shoshma. Voy, bunday narsani shunchaki tashlab yuborsang-chi? Bu namunani yana 3 kun ishlatsam bo'ladi. U yerdan chiq. Ichkariga kiramiz, havo sovuq. Hech qisi yo'q. Sizlar kiraveringlar. Shunday muomalaga duchor bo'lish uchun bu yerga keldingmi? Narsalaringga o'zing g'amxo'rlik qil. Boshqalarni xavotirga qo'yma. U haqida qayg'urmasang bo'ladi. Doim uni yonidaman. Unda ko'z o'ngimda o'ralashib yurmasin. Balki shunchaki yo'q bo'lib qolarsan. Eshitding-a? Seni haydadi. U seni yangi o'yinchog'ing. Nima edi? Senga kerakmi? Bo'ldi, bas qiling endi. Sen ularga e'tibor berma. Doim bir-birini ko'rsa shunaqa. Menga baribir. Uchalang ham meni tinch qo'ylaring. 몰라버린 내 눈물들만큼 내 맘 곁으로 와줄 수 없니? My one and only you. 더딘 내 맘 언젠가 네가 볼 수 있다면 꿈깔처럼 기적처럼 너를 꿈꾸던 그 시간에 있어줄
있었던 걸 멈출 수 없는 나의 가슴이 시킨 대로 걸어왔을 땐 이미 넌 내게 전부가 됐어 네 미소 하나에 맘을 놓고 네 눈물 하나에 맘을 다쳐 네가 사는 내 마음은 늘 그래 서툰 미소 뒤 한숨들만큼 몰래 버린 내 눈물들만큼 내 맘 곁으로 와줄 순 없니 My world and only you 더딘 내 맘 언젠가 네가 볼 수 있다면 Bu nechinchi marta bo'lishi? Uzr so'rayman. Ehtiyot bo'lishim kerak edi. Hech qisi yo'q, janobli. Hammasini olib kelganingiz uchun rahmat. Ketdik. Bizni mashina kutyapti. Qayerga? Janob, Sohib Jamol kinasini suratga olyapsizmi? Bu raisning buyrug'i. Aytdim-ku, menga shu kiyim ham bo'laveradi deb. Unda o'zim sizga bir nechta narsalar tanlab beraman. Bu raisning buyrug'i. Hozir shunday demoqchi edingiz, to'g'rimi? Hozir borib barcha sotib olgan narsangizni qaytaring, xo'pmi? Unda kafega borib biroz dam olib tursangizchi. Iltimos. Bajarishimga qo'yib bering. Lekin Voy tavba, ko'zingga qara. Ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? kechirasiz. O, timsoh terisidan tikilgan sumkam. Qarab qo'yibsan-ku. Yo'q, endi nima qilaman? Kechiring. Kechiriming buni tuzatadimi? Senga urilganim uchun qirilib qoldi. Rostdanmi? Qo'lingni tort. Buni 30 million vonga olganman, bilasanmi? Sumkamni pulini to'la. Tez bo'l qani. Rostdanmi? Sen kimsan o'zi? Original sumkani logotipining ikki tomonida 5 tadan chok bo'ladi, lekin siznikida bu ko'rinmayapti. Materiali ham yuqori sifatli emas. Qayerdan sotib olgansiz, ha? Nima ishing bor seni? Jin ursin. Ko'rishgan joyimizni qara. Ha, to'g'ri. Xarid qilgani keldingmi? Yo'q, bir odamni kutayotgandim. Ha. Doim eng noqulay vaziyatlarda uchrashib qolamiz. Ha, boyagi ish uchun katta rahmat. Rosa vahimaga tushib qolgandim. Anavi ayolning g'alati ekanligi ko'rinib turgandi. Lekin sumkaning soxta ekanligini qayerdan bildingiz? Tikuvchilik bilan shug'ullangan odam buni farqiga boradi. Tikuvchilik? Men moda dizayniga juda qiziqaman. Kollejda moda dizayni bo'yicha o'qimoqchiman. Shuning uchun doim yaxshi kiyinib yurar ekansiz-da. Bilasanmi, men anavi yigitlarga o'xshamayman. O'xshamas, siz ular kabi emasmisiz? Men ular kabi boy oiladan emasman. Men sizni aniq ular kabisiz deb o'ylagandim. Men va Xiyonmen bolaligimizdan birga katta bo'lganmiz. O'shandan beri yaqinmiz. Xiyonmen bilan qanday tanishib qoldingiz? Nima desam ekan? Men yarim stavkada ishlaydigan do'konga kelganda shunday qilib, Do'konga? ha, shunday qilib, Juda ko'p savol berib yubordim shekilli, kechirasan. yo'q, hech qisi yo'q.
Men Xiyonmenni qizlar bilan uchrashib yurishini bilardim. Lekin u avval hech kimni qallig'im deb tanishtirmagan edi. Shunaqami? Rosa xursand bo'lgandirsan-a? Nimadan? Xiyonmen bilan uchrashayotganingdan. Unchalik rasman uchrashmayapmiz. Yun xonim, xaridlarni qilib bo'ldim. Qaytamizmi? Janob Yunson? Nega unga narsa sotib olib beryapsiz? Bu Xiyonmenni tashabbusimi? Xo'sh, Unday emas. Yun xonim Xanul uyida yashayapti, shuning uchun unga g'amxo'rlik qilyapmiz. U Xanul uyda yashayaptimi? Ha, albatta. Demak, sen kutayotgan odam janob Yunsonmidi? ha, Kechirasan. Ketadigan vaqtim bo'ldi. Ketdikmi? lekin nega bunchalik ko'p narsa sotib oldingiz? Sizga aytdim-ku, hammasini qaytarib beraman deb. Bu raisning buyrug'i. Bo'ldi, qo'ysangizchi. Nima bo'lganda ham o'z vazifalarimni bajarishim kerak. Shunday bo'lsa ham bu juda osh pishdi. Ishonchim komilki, amakivachchalar sababli qiynalyapsiz. Endi boshqa qiynalmasligingiz uchun sizga g'amxo'rlik qilishimga ishonishingiz mumkin. Bu ham raisning buyrug'i. Shuningdek, o'sha 3 yigitning nomidan uzr so'rayman. Kechiring Yun xonim. Yo'q, hammasi joyida. Unda men faqat shunisini kiyaman. Hamma narsani olishni qulay. Qolganini tezroq qaytarib beraylik. Ketdik. Yuring. Qani yuring. Yo'q, Havoning dugonasi Kim Jayong. Aslida Han Jayong. Ismingni menga qizig'i bor deb o'ylayapsanmi? Nima kerak senga? Meni kimligimni bilasanmi? Havon Xanyu uyda yashayotganini eshitdim. Yo'q, menimcha unday emas. Seningcha unday emasmi? Hatto yo'q demay menimcha unday emas deyapsanmi? Nimanidir bilasan, to'g'rimi? Qani gapir. Gapir dedim senga. Men hech narsa bilmayman. Rostdan hech narsadan xabarim yo'q. Nimalar deyapsan, hoy bo'g'irsoq? Rostdan bilmayman. Telefoningni ber. Telefonimni nima qilasan? Ber dedim senga. Demak, rost ekanda. Havasim kelyapti. Seni ham havasing kelyapti. Nega havasim kelar ekan? Bo'ldimi? Qo'y, qaytarib ber. Bu Xanyu uyi bo'lmasligi ham mumkin. Men bandman. Qo'y, paketingda nima bor? Hozir qo'lim bilan nimani ushlab turibman? Bilmadim, balki 3 kunlik hojatxona qog'ozidir. Oyi! Yo xudoyim, oyi! Ha, bu Havonikiga o'xshaydi. Juda yoqimli.
Bor yo'g'i 800 won qolibdimi? Meni o'ylab ko'p siqilmang. Oldingi qilgan ishlarim va hozirgi ishim. Bularni hammasi pul topish uchun shunchaki ish. Ulardan xafa bo'lishga hech qanday sabab yo'q. Men bundan battarlarini ko'rganman. Shunchaki yarim kunlik ishi emassiz. Siz bizning mehmonimizsiz. Ularni tark etishdan oldin raisning barcha ishlarini bajaraman. Bu yaxshi haq to'laydigan ish hayotimni o'zgartiradi. Men uddalayman. Yun xonim Xanul uyida yashayapti. Shuning uchun unga g'amxo'rlik qilyapman. Dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Haligacha tushunmayapman. Senga nimadir bo'ldimi? Sendan bir narsa so'rasam maylimi? Eshitishimcha, Xyonmenning qallig'i hozir Xanyu uyda yashayapti ekan. Ha, to'g'ri. Demak, rost ekanda. Endigina ko'chib keldi. Juda jahlim chiqyapti. Sendan tayinli gap chiqmaydi, shuning uchun Xyonmenni o'zidan so'rayman. Hozirmi? Omadli qiz. Yunson bilan ko'chaga chiqamiding? Ha, kiyimlarim hammasi qo'l bo'lib ketgani uchun yangisini olib berdi. Menimcha bu seniki, to'g'rimi? Buni qayerdan topdingiz? Shunda yerda yotgan ekan. Ha, rostmi? Topib berganingiz uchun rahmat. Lekin Ha, kechirasan, ichiga qaradim. ha, qaradingizmi? Shunchaki kimniki deb qaragandim. Axir qaramay bila olmayman-ku. Bu uyda yana kimda bank daftarchasi bo'lishi mumkin? Ha, juda aqllisan. Menimcha men seni barcha sirlaringni asta-sekin bilib olyapman. Qo'ysang-chi, maktab o'quvchisida pul bo'lmasligi tabiiy hol. Lekin sizlarda-chi? Bizdami? Xo'sh, haligi bizda. Hech qisi yo'q. Sizning o'z dunyongiz bor, meniki o'zimda. Faqat dunyolarimiz qisqa vaqtda keshishi mumkin. Bu gaping meni xafa qilyapti. Yo'q. Meni dunyoyim shu yerda. Va men buni hech qachon unutmasligim kerakligini yana bir bor angladim. Bunday demadim. Qisqa vaqtgami? Ha, qisqa vaqtga. Demak, qisqa vaqtdan keyin unashtiruvni bekor qilasanmi? Bu Yoki nima, Xyonmindan ham battarroq ayyormisan, a? Kanso, ko'p surishtirma. Oxirida o'zingga qiyin bo'ladi. Buni kim bu yerda qoldirdi? Janobli bo'lsa kerak.
Nima menga e'tibor bermayapsanmi? Ha. Bir daqiqa bu yerga kel, senga beradigan narsam bor. Qayerga? Xonamga. Yo'q, Senga beradigan narsam bor dedim. kerak emas. Ko'rsang, hayratda qolasan, ta'sirlanasan, jiddiy aytyapman. Menga e'tibor bermayapti. Nima? Xo'y, shu yerdan qimirlama. Bu nimasi? Oh, bu meni formam-ku. Oy, u senda nima qilyapti? Tezroq qaytarib ber menga. Kelib olishing mumkin. Nima? Tezroq qaytarib ber menga. Yengini birini qirqib tashlasammikina, yoz mavsumi yaqinlashyapti. Yo'q, hoy. To'xta. Men uni bitirib oqshomga kiyishim kerak. Yo'q, iltimos qaytarib ber. Sekin-sekin, keskin harakatlanyapsan. Yaxshi. Mo'la qol, tezroq qaytarib ber. Formamni garovda ushlab turibsanmi? Ha? Yo'q, unday qilma. Tabriklayman, xonamga kirgan birinchi qizsan. Kechir. Buni unuta olasanmi? Buni seniki deb hattoki kimyoviy tozalatib qo'ydim. Balki birga ramyon yermiz-a? Bilasanmi? Do'konga soat 4dan keyin faqat 2 xil xaridorlar keladi. Ishiga erta ketayotganlar va o'sha paytgacha ichib o'tiradigan bekorchilar. Ularning eng yomoni sen kabi muomalani bilishmaydi. Hoy, nima hozir o'zingni yagona sevgilingni o'shanaqalarga tenglashtiryapsanmi? Bu yana qanaqa muomala? O'sha payt nima qilishimni bilasanmi? Nima qilasan? Qilmish, qidirmish. Hurmatsizlikka hurmatsizlik, zo'ravonlikka zo'ravonlik. O, nima menga tashlanyapsanmi? Ha. Qalay, og'ridimi? Sen umuman tushunib bo'lmaydi, Yunxavon. Mana ol. Jiddiy aytyapman. Borgan sari menga yoqyapsan. Uchinchi qism yakunlandi. Ushbu dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Aryom, Minho, Elmurod hamda Mitsuha ishtirok etdi. Bizni Telegram, Instagram hamda YouTube'dan Minho TV deb izlab topishingiz mumkin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha. 거짓말처럼 떨리는 이 기분 처음이야. 왜 이제야 나타난 거야. 기다려왔던 운명 같아. 내 전부를 다 걸 만큼 너무나 소중해. I feel your heart.